الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Muhammed tefsiri 10. ayeti başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Muhammed suresi 10. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ular zeminde seyir kılıp ilgirkilerinin akıbetinin kandak boğanlıkını küzetmedi mi? Allah ularını halak kıldı. Mekke kafirleri mi şundak akıbet kalıdı. Bu şunun içindir ki Allah müminlerin medetkarıdır. Kafirlağa medetkar yoktur. Şübihisiz ki Allah iman etgan ve yaxşı amellerini qilganlarni astidan o'stanlar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kafirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi. Ve chahar payladek yeb ichidi. Oxiratda ularning joyi davzax bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning ya'ni Mekke'nin ahalisidan küçük bo'lgan nurg'un shaharlarning ahalisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilg'ichi bo'lmadi. Davzaxning kuffarlar uchun, jannatning taqvodorlar uchun yaratilganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi. Alloh taologa shirik keltirganlar, uning payg'ambarini inkor qilganlar, ular ziminde seyir kılıp ilgirkilerinin akıbetinin kandak boğanlıkını küzetmedi mi? Allah ularını halak kıldı. Yani ular hakkını inkar kıyganlığı ve Allah Teala'ya küfürlük kıyganlığı için Allah Teala ularını cezaladı. Müminlerini ularının arasından kutkuzup kaldı. Şunun için Allah Teala mındak deydi. Mekke kafirleri mi şundak akıbetki kalıdı. Bu şunun içindir ki Allah müminlerin medetkarıdır, kafirlağa medetkar yoktur. Şunun için Uhud cini boğan günü müşriklerin başlığı Ebu Sufyan, Sahir İbni Harb, Müslümanlardan Peygamber aleyhisselam, Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma qatarlıqlarını sürüştü kılıp soğurgan çağda onunla hiç kim cevap vermegen. Şunun bilen o körenlep, ular cezmen halak boluptu degan. Bu vakitte Ömer radiyallahu anhu ona cevap verip, ey Allah Teala'nın düşmeni, yalgan sözledin, belki Allah Teala seni birer yamanlıkla giripta kılış için ularını saklap kaldı. Şek şübhisiz ki sen ismini sanıgan kişiler elbette hayattır degan. Şunun bilen Ebu Sufyan, bugün Bedir jini bo'lgan kun bilan tenglaşdik. Urush shundoq bo'ladi. Ba'zida sizlar g'alaba qilasizlar, ba'zida biz g'alaba qilamiz. Sizlar o'liklaringlarning orasida quloq burunlari kesilganlarni ko'rsizlar. Men odamlarimni undaq qilishga buyurmadim va undaq qilganlarni to'smadim degan. Ondan yuksak bo'l, habul. Yüksek bul, habul, deb vaqirab, beyt o'qig'ach orqa qaytgan. Peygamber aleyhisselam sahabelerge, onunla cevap bermemsizlar degan. Ular, ey Allah'ın peygamberi, biz nima deymiz degan. Peygamber aleyhisselam, Allah Teala yüksektir, büyüktür dengla degan. Andın Ebu Sufyan, bizning Uzza var, sizlarning Uzzayinglar yo'q degan. Peygamber aleyhisselam sahabelerge, onunla cevap vermemsizlar degan.
Ular ey Allah'ның paygamberi biz nima deymiz degan. Payg'ambar alayhisalom bizning madadkorimiz Alloh taolodir. Sizlarning madadkoringlar yo'qdir denglar degan. Şübhisizki Allah iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarni qiyomat kuni ostidan o'z tanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kafirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi. Bahramand bo'ldi. Bahramand bo'ladi. Uningdan ve chahar payladek, ya'ni chahar payladek oldiga kelganni purlab yeb ichgandek yeb ichidi. Yani ularning hayoti faqat yeb ichishdan iboratdir. Shuning uchun Imom Buxoriy bir hadisda mundaq rivoyat qilgan. Mu'min bir uchaygi yeydi. Kafir 7 uchaygi yeydi. Ular jazoga tortiladigan kun oxiratda ularning joyi do'zax bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchli bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilg'ichi bo'lmadi. Bu oyat Makka aholisining payg'ambarlarning eng sharafliki va oxirgisi bo'lgan payg'ambar alayhisalomni inkor qilganlik uchun ularga qattiq tahdid qildi va ularni qo'rqitdi. G'olib va buyuk Alloh taolo uningdan ilgirki payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni haqiqatan o'zlarining sababidan halok qildi. Ilgirki ummatlar Makka mushriklaridan kuch jihatda ustun edi. Ish mana shundaq ekan, Makka mushriklari o'zlariga Alloh dunyo va oxiratda qanday muomalada bo'la deb o'ylaydi. Allah bütün insanlara rahmet kılıp evetilgen peygamberinin ularning arsida mevcut bulup turganlıqının bereketinden dünyada Mekke müşriklerinin nurgunlardan azabını kötürüvetti. Kafirler kıyamette toluq jazaga tartıldı. Ular katmukat azabı duçar boludu. Haqni anlaşqa ve haqni körüşke qadir bolalmaydı. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan, ya'ni ular seni o'z orasidan haydab chiqarganlardir. İbn Abu Hatem İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Makkadan g'orga qarab chiqib, u yerga yetib kelgan chaqda Makkaga qarab turib, sen Alloh taolaning shaharlaridan Alloh taolaga eng so'yimlik bo'lgan shaharsan. Sen Allah Teala'nın şehirlerden bana en söyümlük boğan şehirsen. Eğer müşrikla beni haydab çıkarıp etmegen bolsa, men senden herkes çıkıp ketmeydim degen. En düşman hesaplanılan adam Allah Teala'nın harimide Allah Teala'ga tacavuz qilgan yoki günahsız adam öldürgen veya ki İslam kiliştin burunqi intiqamları üçün adam öldürgen adamdır. Şuna Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselam'a bu ayetini nazil qilgan. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchli bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilg'ichi bo'lmadi. Rabbi tarafından bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mu'min o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafsi xohishlariga ergashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ishchilarga lazzat bag'ishlaydigan maydan o'stanglar va sop hasaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turlik mevalar bo'ladi va Robbi tarafidan mag'firat bo'ladi. Mundaq taqvodorlar davzaqda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqliqidan uchaylari par qilinganlar bilan o'xshashmi?
haqiqatga ergash kuchi bilan nafs xohishiga ergash kuchining barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Rabbi tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni Alloh taolo kitobida nozil qilgan hidoyat, ilm va insonni ustida qilib yaratgan to'g'ri din qatorliq Alloh taoloning amr farmoni va dindan iborat ro'shan dalillarga va haqiqiy ishonchiga asoslangan odam, ya'ni mu'min, o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafs xohishlariga ergashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. Ya'ni mu'min kofirga hargiz o'xshash emas. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, Rabbing tarafidan sana nozil qilingan narsaning haq ekanligini biladigan odam, haqni ko'rmaydigan, dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishkichilardir. Jannatning va uning o'stanlarining sifatlari to'g'risida. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati, ya'ni ne'mati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan, ya'ni purab qolmagan suvdan o'stanglar. Ta'mi o'zgarmagan, balki intayin oq o'stanglar. Balki intayin oq ta'mlik va qaymoqlik bo'lgan, ham hadisda kelgandek chahar paylardan seg'ib elinmagan sutdan o'stanglar. İçkiçilərə ləzzət bağışlaydigan meydin, yəni dünyanın şaraplarına oxşaş təmi açıq və bədboy emas, bəlkə görünüşü gözəl, təmi yaxşı, xuşpuraqlıq və ali sifətlik şarapdan östənlər buludu. Onun da məs qılıdığan nəsi yox. Ola onu içiş bilən məs olmaydı. O şarapını içiş bilən olanın beş ağrımaydı, məs olmaydı. Ap-aq İçkiçilərə ləzzət bağışlaydigan. Hadisdə kelgəndək, o dünyanın şaraplarına oxşaş, ərlə putları bilən dəssəb sıxmağan şaraplardır. Östənlər sap əsəldin, yəni intayin sap, rəngi çiraylıq, nəhayəti təmlik və xuşburaqlıq bolğan həm hadisdə kelgəndək, Əsəl hərlərinin qarnıdan çıxmağan, əsəldən östənlər buludu. İmam Ahmed Hakim İbni Muaviye'nin atısıdın Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qıldı. Cennette süt denizi, su denizi, əsəl denizi və mey denizi var. O denizlərdən dərya östənlər şaxlanıb tərəp-tərəpə axıdı. Bu hadisni İmam Tirmizi mu cennetning sübtinin bayanında rivayet qilgan. İmam Buxoriy mundaq bir hadisni rivayet qildi. Agar Alloh taoladan biror narsani so'rasanglar, uningdan Firdavs adliq jannatni so'ranglar. U jannatning eng o'ttirisiga, eng yuqorisiga joylashgan bo'lib, uningdan jannatning o'stanlari iqib chiqadi. Onun üstüde Allah Teala'nın erşi vardır. La ilahe illallah Muhammed Resul. Ulağa cennette behremen boladigan türlük meyveler boladı. Galip ve büyük Allah Teala bu vaqti mundaq deydi. Ular cennette meyde iğirlishish ve kasalliklardan emin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma meyvelerini keltirishni talab qiladi. U ikki jannatda har meyvedan ikki xildan bor. Uning hammasi bilan birga ular texi Rabbi tarafidan mag'firat bo'ladi. Bundaq taqvodorlar do'zaxdan mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan 3 oylar par qilinganlar bilan o'xshashmi? Ya'ni biz jannatdagi martabasini bayon qilgan ana shu mu'minlar do'zaxda mangu qoladiganlar bilan o'xshashmi? Mu'minlar bilan kofirlar hargiz o'xshash bo'lmaydi. Shundaqla oliy jannatlardagi odamlar bilan do'zaxning eng ostidagi odam hargiz o'xshash emas.
Qaynoq suv bilan sug'urilib, ya'ni u suv qattiq haroratli qaynoq suv bo'lib, inson uning qiziqligiga taqat qila olmaydi. Qiziqligidan uchaylari par-par qilinadiganlar, ya'ni u suv ularning qarnlaridagi uchay bag'irlarini eritib par-par qilib yutadi. Alloh taologa sig'inib, u azobdan panoh tilaymiz. Ulardan, ya'ni munofiqlardan ba'zi kishilar sening so'zingga quloq soladi. Ular sening yiningdan chiqqanda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarning o'limalarga masxir qilish yuzidan baya u, ya'ni Muhammad nima dedi deydi. Yani shular Allah dillarini pechatlab etganlardir. Nefs xohishlariga ergashganlardir. Hidayet topganlarni Allah texmo hidayet qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini berdi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutdi. Shubhisizki qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandaqmi vaz nasihat oladi? Ya'ni bu chaqda vaz nasihat olganligining foydasi bo'lmaydi. Bilginki Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Gunohing uchun ayol mu'minlar uchun mag'firat tiligin. Allah sizlarning bu dunyodagi harakatinglarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlaninglar. Munofiqlarning holini bayon qilish, tavhidga va mag'firat talab qilishga buyurish to'g'risida. Allah Teala bu oyatda munofiqlarning hamoqatligi, tushunchasining tezligidan xabar berdi. Chunki ular payg'ambar alayhisalom bilan birga o'ltirib, uning so'zlarini tinglab turib, uningdan hech narsani tushunmasdan uning yenidan chiqqan chaqda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarning o'limalarga masxir qilish yuzidan bayi u, ya'ni Muhammad nima dedi deydi. Ya'ni ular uning nima deganligini tushunmaydi va uningga parvo qilmaydi. Ana shular Allah dillarini pechatlab etganlardir. Nefs xohishlariga ergashganlardir. Ya'ni ularning hech bir to'g'ri tushunchasi, hech bir to'g'ri nishoni bo'lmaydi. Hidayet topganlarni Allah texmi hidayet qildi. Ya'ni hidayetni ko'zlaganlarni Allah Taala uningga muvaffaqiyatli oldi yetkizdi. Ularni uningga yetaklaydi. Uning ustida mustahkam qildi va texmi hidayet qildi. Ularga taqvodorlikning mukofotini berdi. Ya'ni ularga to'g'ri yo'lni ilhom qildi. Ular, ya'ni hidayetdan g'afil qolganlar faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutdi. Shubhisizki qiyomatning alomatlari keldi. Ya'ni qiyomatning yaqinlashganligining alomatlari keldi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Bu, ya'ni Muhammad alayhisalom ilgariki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. Qiyomat yaqinlashdi. Qiyomat yaqinlashdi. Oy yerildi. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat cho'qim keladi. Uningga oldirab ketmanglar. Kishilarga ularning amallaridan hisob ilinadigan vaqt, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Shundaqla payg'ambar alayhisalomning payg'ambar qilib avatilishimi qiyomatning alomatlaridandir. Chunki u payg'ambarlarning oxirgisi bo'lib, Alloh taolo uning bilan dinini mukammallashtirgan va ahli jahonga dalil pokitini turg'izgan. Payg'ambar alayhisalom haqiqatan qiyomatning belgilarini va alomatlarini xabar qilgan. U to'g'riliq uningdan ilgari hech payg'ambarga berilmagan narsalar bilan uni ochiqlashtirib bayon qilgan. Bu to'g'rida
öz o'rnida keng doirada so'zlangan edi. Imom Buxoriy Sahil ibn Sa'id radhiyallohu anhuning bundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhisolamning ikki barmoqini, ya'ni ko'rsatkich barmoqi bilan o'ttir barmoqini ko'rsatib turib, qiyomat bu ikki barmoqchilik, ya'ni barobar bo'lishga qolgan orliqchilik qolgan chaqda men payg'ambar qilib avatildim deganligini anglagan edim. Ularga qiyomat kelganda ular qandoqmi va'z nasihat oladi? Ya'ni bu chaqda va'z nasihat olganning foydasi bo'lmaydi. Ya'ni kafirlarga qiyomat kelganda ular qandoqmi va'z nasihat olsin? Chunki u vaqtda ularga va'z nasihat qilchi manfaat qilmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Shu kunda inson, ya'ni kafir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? Bilginki Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh gunohing uchun ayol mu'minlar uchun mag'firat tilagin. Imom Buxoriy Payg'ambar alayhisolamning mundaq deb duo qilganligini rivoyat qildi. Ey Alloh, xatoliqim, nodonliqim, ishimni chekdan oshganligim uchun mendan sodir bo'lgan, sen biladigan barliq gunohlarim uchun menga mag'firat qilgin. Ey Alloh, chaqchaqdan va rostdan qilgan, xatoliq va qasdanlikdan qilgan va mendan sodir bo'lgan hamma gunohlarimni mag'firat qilgin. Yana Imom Buxoriy Payg'ambar alayhisolamning har namozning orqasidan mundaq deb duo qilganligini rivoyat qiladi. Ey Alloh, ilgari va keyin qilgan, yo'shirin va oshkor qilgan gunohlarimni, ishimda chekdan oshganligimni, mendan sodir bo'lgan, sen biladigan barliq gunohlarimni mag'firat qilgin. Sen mening ilohimsan. Sendan boshqa hech iloh yo'q. Sen mening ilohimsan. Sendan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir. Yana Imom Buxoriy Payg'ambar alayhisolamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey insonlar, Rabbinglarga tavba qilinglar. Haqiqatan men kunda Alloh taoladan har kuni 70 qitimdan ko'p mag'firat talab qilaman va uningga tavba qilaman. La ilaha illalloh Muhammadur rasul. Allah sizlarning bu dunyodagi harakatinglarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlaninglar. Ya'ni Alloh taolo sizlarning kunduzdagi harakatinglarni va kechidagi joyinglarni bilib turdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Alloh sizlarni kechisi uxiltidi. Kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turdi. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Allah merhamet yüzüden üstüge algan. Allah ularning turar joyini ve ölgenden keyin kömüladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhil Mahfuzga yozilgandir. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Muhammad tafsiridan 19. oyatgacha angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.